Xabarlarim bor. Men kosmetologga qatnavaman. Guliston oldilariga Ukridan qolganman. Bitta mayda dog'chalar bor. Shulardan qutulolmay yuribman 3-4 yillardan beri deb. Biz shunga qarshi lecheniya boshlaganmiz. Bugun shu ikkinchi lecheniyamiz. Mezi qilganlar meni yuzimga ancha ocharishlar bo'lgan. Xudo xolisa ko'rasizlar, o'z qoldi yaqinda. Men bularni profillarini atmetga qilib qoldiraman. Konsultatsiyaga kelinglar, bepul konsultatsiya. Yuzlaringda qanaqa muammolaring bo'lsa, konsultatsiya olib, bulardan chiskalarga skidka e'lon qilganlar, original narsa ishlatadilar. Shuning uchun ozgina boshqa kosmetologlarga qaraganda chiskalar narxi qimmatroq, chunki faqat original narsa ishlatadilar. Men profillarini qoldiraman, kirib ko'ringlar. Ishlari sizlarga ham yoqadi. Qo'llari juda zo'r. Ugridan qiynalgan bitta onamiz ekan. Qizlar, bolalar ham yozyapti, shu ugridan qutulishga yoki dog'larni yo'qotishga bizga yordam qiling. Qanaqa oson yo'llar bor yoki uy sharoitida yoki kosmetolog bilan deb hozir bular o'zlari tushuntirib beradilar. Men aytolman, narxini ozgina tushirib bering, 150 ming yoki 200 ming so'mdan qilib bering chiskangizni. Keyin mendan juda ko'pchilik qizlar bolalar keladi sizlarga deyapman. Meni chiskam oddiy chiskalardan emas. Birinchi lecheniyani o'zida katta foydani, effektni sezadi o'zlari dotlar, tushuntirib beradilar hozir. Bularda men chiskamda 6 xil 7 xil etapli bo'ladi baribir. Chunki ichida обязательно легкий peeling bo'ladi. Chunki ko'plar peeling xohlaydi. O'shaning uchun ichida peelingni qilaman. 6 xil maskalarim bo'ladi. Endi arzoniga yopish kerak emas, chunki menda hammasi qimmatli, yaxshi, качественный maskalardan baribir anaqa qilaman, foydalanaman. Yuz uchun menimcha arzon kosmetologga yugurish kerak emas. Kerak emas, ha. Качественный, yaxshi maskalar. Ko'raman Instagramda 100 mingga chiska, 150 mingga chiska deyapman-da. Misol uchun ko'pchilik studentlar, qizlar bolalar arzoniga boradi-da, ana sharoitidan kelib chiqib, o'shanga aytaman, sizga ham narxini kelishtirib bering deyapman-da. Keladi, juda ko'p studentlar bor menda, qizlar, bolalar. O'shanga siz o'zingizni muolajangizni tushuntirib berganingiz bularga yaxshiroq. To'g'ri, lekin arzoniga yopish kerak emas. Endi boshqa kosmetologlar qanaqa, nima ishlatadi men bilmayman, chunki chiskada mehnati bo'ladi, ancha vaqt ketadi, bitta tozalanadi, har bitta poralar bilan ishlanadi, baribir yuzlar tozalanadi, 5-6 xil maskalar bo'ladi baribir. O'shaning uchun endi men sizni hurmatingiz uchun, men anaqalaringiz, podpishkalaringiz kimni yozishayotganligi uchun o'zi chiskam 400 mingman. Mayli, men ularga kelishtirib qilib beraman, kelishsa chiroyli narxda qilib beraman. Ko'rdinglar, kelinglar. Men yuzlarim mana hozir ozgina qizarishlar bor, chunki lecheniyadan yangi chiqdi. Juda katta men o'zimda effekt sezdim. Dog'lari ochilgani, ketgani, ugrina izlari ketganini sezdim. Qo'rqmasdan bemalol kelsalaring bo'ladi. Men reklamada любой kosmetologga ham kelavermayman, chunki yuz bu juda nozik narsa, chochmas yoki tirnoq boshqa narsa emas-da. O'shaning uchun tanlab yuzimni qo'rqib, ancha muncha odamning qo'liga ham ishonib topshiravermayman.